Assalomu alaykum hammaga. Men ko'rib turgan og'ayonlarga. Mana yuribman Rossiyaga. Rossiyaga ketaman. Men chimom chiqib Rossiyada ishlab pulimni ola olmay, undan tayyorga, bundan tayyorga, mensaga pishtaraflar to'lab, shu ham hayotmi? Yuvmagan 2 yil bo'ldi. Karam jemayapmiz. Biz faqat kipr ichayapmiz. Men kiprlarni qo'yman, choy bilan. Jiydigan narsani o'zi yo'qda. Shu ham hayotmi? Ketaman uyimga. O'zbekistonimga. 100 ming to'lasa ham menga jetib artadi bir oyga. Borgan odam jamanlab keliyor. O'zbekistonni bilmaydi, pul yo'q, go'shtlar qimmat. Pul to'lamaydi davlat. Soliqlar ko'tarilib ketgan, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb yotirda. Menga farqi yo'q. İşlamaga odam borki, Rossiyada ham ishlamas ekan, O'zbekistonda ham ishlagan. Men chimom chiqib ishlamayman chiqadi, yotibman aka. Bamishga o'xshab. Endi nima qilaylik? Hayot shunaqa ekan. Yordam so'raymiz bizlardan. Yordam eta olsalaring, yordam etangizlar. Yordam etmaysalaring, yordam etmangiz.